Rizqning halol yoki yo'qligini diqqat bilan tekshirish. Olinib sotilgan har bir narsani diqqat bilan tekshirish mavzusida ham olimlarning ko'pchiligi ixtilof qilganlar. Avzoi, Sufyon as-Savri va Ibnul Muborak kabilar shular jumlasidandir. Yana Ibn Idris shunday deganlar: begona bir joyga borganingda o'sha yerda olib sotadigan narsalaringning barchasini ipidan ignasigacha so'roqlama. Yana yuqorida ismi keltirilgan olimlardan biri shunday degan: begona bir joyga borganingda o'sha yerda savdo qilib ko'r. Ibnul Muborak va Ibn Idris shunday deyishgan: agar borgan joyingda yashab qolishni istasang, u holda olib sotadigan narsalaring halol yoki yo'qligini surishtir. Ba'zi hadis va fiqh olimlari bunga qarshi chiqqanlar va shunday deganlar: inson agar talon-taroj qilingan mollar ko'p uchraydigan bir mamlakatga borsa, o'sha vaqtda oladigan narsasi halol yoki haromligini surishtirishi lozim. Lekin bunday narsalar ommaviy emas, balki yashirin bo'lsa, u holda har bir olingan narsaning halolligini surishtirishga hojat yo'q. Abu Bakr roziyallohu anhu esa o'z qullaridan so'raganlar: payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qayerdan topgani yaxshi aniqlanmagunicha joriyaning topganini yeyishni taqiqlaganlar. Joriya uchun amal qiladigan bu jihat qul uchun ham amal qilinadi. Xo'jayin qulining topgan narsasini qayerdan kelganini surishtirishi lozim. Abu Bakr roziyallohu anhuning qilgan ishlari aynan mana shudir. Ba'zilarning fikricha, kishi begona bir joyga borgan vaqtida har bir olib sotgan narsasining halol yoki halol emasligini diqqat bilan tekshirishga majbur emas. Lekin shunday qilsa yana ham fazilatliroq bo'ladi. Avzoi shunday deganlar: hozirgi yashab turgan davrimiz har bir olib sotgan narsamizning halol yoki halol emasligini diqqat bilan tekshiradigan davr emas. Boshqa birovlar shunday deganlar: dengizlar toshdi va orqada faqirlikdan va ozgina mulk bilan qanoatlanishdan boshqa chora qolmadi. Chunki endi hamma narsa halol va harom bir-biriga yaqinlashgan holatdadir. Lekin din borasida zehnli bo'lib, oila boqish mas'uliyati bo'lmagan va faqat o'zi mas'ul bo'lgan kishi rizq masalasida har doim Allohning roziligini topishga urinishi lozim. Yegan har bir ushog'ining ham halol bo'lishini nazorat qilib, Allohga yaqinlashishi lozimdir. Bu ish nafsiga va tanasiga og'ir kelsa ham shunday qilgani ma'qul. Chunki bu Allohga itoat qilish borasida kishiga ko'p yordam beradigan bir vasfdir. Yunus ibn Ubayd shunday deganlar: Alloh yo'lida xotirjamlikka erishtiradigan bir din birodariga va halol topilgan bir aqcha pulga ega bo'lgan kishidan azizroq hech kim yo'qdir. Avzoi ham shunday deganlar: shunday zamon keladiki, bir aqcha halol pul va Allohga erishtiradigan bir din birodari topish amri mahol bo'lib qoladi. Ibrohim ibn Adham qurg'oq yerlardan boshqa hech qanday joydan biror narsa to'plamas edilar. Ekin maydonlaridagi zaytunni yoki badaviy nabotiy qabilalarning qo'lidagi uzumni olmas edilar. Vuhayb ibn al-Vard halol bo'lmagan daromaddan topilganini aytishganida
bir necha kunlab Makka jo'xoridan tayyorlangan taomni yemagan edilar. Yegan vaqtlarida ham ko'z qilib, majbur bo'lganimdan yeyapman der edilar. Yusuf ibn Asbab shunday deganlar: shu qullar har tarafni egallab oldilar. Endi biz rizqimizni va taomlarimizni o'ylab yeyishimiz kerak. Dushmandan jangsiz olingan fay yoki kelishuv bilan soliqqa haraj tortilgan hududlarga kirgan vaqtda esa bu tarzda kuch bilan qo'lga kiritilgan narsalarni olib sotish mumkin emas degan tamoyilga muvofiq ish tutiladi. Darhaqiqat, Iroq yerlari fath qilingan vaqtda Zubayr ibn Avvom raziyallohu anhu, Abdurrahmon ibn Avf raziyallohu anhu va Bilol Habashi raziyallohu anhular Umar raziyallohu anhuga qarshilik qilganlar. Umar raziyallohu anhu ham ushbu bahs munozara asnosida shunday degan edilar: senga Alloh taoloning Hashr surasida aynan mana shu oyatidan boshqa aytadigan narsam yo'q. Ulardan keyin keladiganlar ham aytadilarki, Rabbimiz bizni va bizdan avval yashagan iymonli birodarlarimizni mag'firat qil. Rivoyat qilinishicha, Umar raziyallohu anhu Iroq yerlaridan olinadigan haraji muqasamadan bir mushrikka pay, ulush berganlar. Lekin o'sha mushrik keyinchalik xuddi Qisro oladigan soliqlarga o'xshab haraj olishni boshlaganida qaroqchilik qilib insonlarning mollarini talashni boshlaganida uning payini, ya'ni ulushini qaytarib olganlar. Xuddi shunday Xolid ibn Valid, Abu Ubayda ibn al-Jarroh va Yazid ibn Abu Sufyon ham Shom, Usam va Qays mintaqalarini fath qilgan vaqtlarida o'sha yerlardagi cherkovlarga teginmaganlar. Lekin ularga shu hududlardan o'tadigan yo'lovchilarni 3 kun mehmon qilish majburiyatini yuklaganlar. Misr esa qo'shin kuchi bilan fath qilingani borasida ixtilof yo'q. U yerda Amaviylarning va Abbosiylarning majburan olgan harajlari bor ediki, ko'pchilik insonlar bularni yeyishdan bosh tortar edilar. Toif shahri esa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tomonlaridan fath qilinguniga qadar soliqqa bog'langan edi. Makkaning ahvoliga doir ixtiloflar mavjud. Shofiylar Makka sulh yo'li bilan, boshqalar esa qo'shin kuchi bilan fath etilganini aytishadi. Darhaqiqat, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makkaga kirganlarida u zotdan qayerga joylashasiz deb so'rashgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa oqil bizga joylashadigan biror joy qoldirmadi-ku deganlar. Ya'ni Abu Tolibning o'g'li bo'lgan oqil Abu Tolibning barcha merosini olganini aytganlar. Bu holat Imom Shofiyning fikrini qo'llab turibdi. Barcha mazhablarning umumiy fikri shuki, sultonlar tomonidan qurilgan va barcha insonlarning foydalanishi uchun mo'ljallangan narsalardan foydalanish joizdir. Masalan, sulton qurdirgan katta jome masjidida namoz o'qish, ko'prikdan o'tish, buloqdan suv ichish, yo'llardan, bozorlardan va shiyponlardan foydalanish, do'konlarni ishlatish joizdir. Bu masalalarda obidlar, zohidlar, faqihlar, mutasavviflar va boshqa ittifoq tuzganlar. Lekin haddidan oshgan bir firqa bu fikrga qarshi chiqqan va shunday degan: sulton xalqni ustida adolatli ravishda hukm surmagunicha, o'ljalarni va faylarni odillik bilan tarqatmagunicha, insonlarni rizq borasida teng ko'rmagunicha, har kimni himoya qilib asirlarning fidyalarini to'lamagunicha, dushmanga qarshi kurashmagunicha, haj ibodatini tiklamagunicha
isyonkor va zolim bir sulton hisoblanadi. Uning sultonligiga rozi bo'lgan har kim unga o'xshab isyonkor bo'ladi. Bular xorijiylardir. Xorijiylar islomdan chiqqanlar va dinning chegaralarini buzganlar. Bular ilgari suradigan fikrning aksi o'laroq Ali roziyallohu anhu shunday deganlar: yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, albatta bir boshqaruvchining mavjud bo'lishi zarurdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham shunday deganlar: kun kelib, boshingizga shunday sultonlar chiqadilarki, ham yaxshi ishlar qiladilar, hamda yomon ishlar qiladilar. Ular qiladigan yomon ishlarni yoqtirmaydiganlar ularning vaboliga qolmaydilar. Faqatgina bu yomon ishlarga rozi bo'lgan va shu ishlarda ularga itoat qilganlar vabol ostidadirlar. Kelajakda boshingizga namoz vaqtlarini kechiktiradigan sultonlar chiqadilar. Sizlar bu holatni ko'rganingizda namozlaringizni o'z vaqtida o'qing. Keyin ular namozga chorlaganlarida ular bilan ham o'qing. O'shanda ular bilan o'qigan namozingiz sizlar uchun nafl namozi o'rniga o'tadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu zolim sultonlar to'g'risida gapirgan vaqtlarida ularga qarshi jang qilaylikmi deb so'rashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa yo'q, namoz o'qishdan to'xtamasalar jang qilmang deb javob berganlar. Ilm ahlidan bo'lgan musulmonlar rahbarlarga qarshi chiqmaslik borasida, ochlik va to'qlik davrlarida itoat qilish borasida, ular Allohga va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga itoat qilishda davom etib turgan vaqtlarida jang qilmaslik borasida ittifoq tuzganlar. Lekin sultonlar va rahbarlar ochiq ravishda Allohga va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga isyon qiladigan bo'lsalar, u holda bu masalalarda ularga itoat qilinmaydi. Abu Bakr roziyallohu anhu shunday deganlar: sultonlarni so'kmang. Abdulloh ibn Umar ham shunday deganlar: insonlar zolim rahbarlarni so'kmasalar, Alloh u zolimlarning boshiga osmondan bir olovni tushiradi. Shuning uchun ularni so'kish o'rniga shunday deb ayting: Allohim, ular bizga aziyat berganlaridek sen ham ularga jazo ber. Umran ibn Husayn Hakim ibn Amr al-G'iforiydan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Allohga isyon qilinayotgan masalalarda insonlarga itoat etilmaydi degan so'zlarini eslaysizmi yoki yo'qmi deb so'raganlar. Hakim ibn Amr al-G'iforiy ham ha eslayman, bunga rioya qiling deganlar. Allohga isyon qilinayotgan masalalarda insonlarga itoat etilmaydi. Hadisi Abdulloh ibn Umar tomonidan ham rivoyat qilingan. Bu bir ijmo, kelishuv mavzusidir. Ichkilik ichish, but va sanamlarga sajda qilish, nohaq odam o'ldirish kabi Allohga isyon tashkil etadigan masalalarda insonlarga itoat qilinmasligi borasida ixtilof yo'q. Olimlar yana bir masala yuzasidan kelishib olganlar. Bid'atchi bo'lmagan musulmon kishi bir rahbar kelganida va musulmonlarning oldiga chiqib qiblaga yo'nalganida va ularga namoz o'qib berganida uning orqasida turib namoz o'qishi joizdir. Bu rahbarning fosiq yoki gunohkor ekani vaziyatni o'zgartirmaydi va bu insonga rahbarni so'kish haqqini bermaydi. Huzayl ibn Iyoz shunday deganlar: mening
ijobat bo'ladigan bir duoyim bor. Uni esa faqat imom rahbarni haqqiga o'qiyman. Fuzaylning bu so'zi juda ta'sirlidir. Chunki imomning solih va yaxshi bo'lishi bandalarning ibodati kabidir. Ularning yeyish, ichish va kiyinishlarini halol va pokiza bo'lishini ta'minlaydi. Rahbarning adolati xalq uchun tengsiz bir daryodir. O'g'rilar va qonunbuzarlarga qarshi kuch-quvvatdir. Din uchun esa ishonch va izzatdir. Ibn Abbos shunday deganlar: odil rahbar bo'lsa, yer yuzi insonlar nazarida bezanib chiroy ochadi. Zolim rahbar bo'lsa, kirlanadi. Zulm davrida yuzaga chiqmagan yaxshiliklar va go'zalliklar adolat qaror topganida yuzaga chiqadi. Tortib olingan yerlarda namoz o'qish to'g'risida Sufyoni Savriy shunday deganlar: agar tortib olingan yerlarda katta bir masjid mavjud bo'lsa, juma kunlari o'sha yerda juma namozini o'qishning aybi yo'q. Lekin nafl namozlari u yerdan tashqarida qilinadi. Avzoyi ham shunday deganlar: tortib olingan yerlarda bir do'kon bo'lsa-yu, inson uning ichiga kirmasdan biror narsa xarid qilsa, buning bir aybi yo'q. Lekin Sufyoni Savriy buni makruh deb bilganlar. Yana tortib olingan yerlarda namoz o'qish masalasida shu gapni ham aytishgan: agar masjid musulmonlarning yo'llari ustida bo'lsa va yo'l masjid qurilganiga qaramay keng bo'lsa, u holda o'sha masjidda namoz o'qishning aybi yo'q. Lekin bir uy tortib olinib masjidga aylantirilgan bo'lsa, Sufyoni Savriyning fikricha u yerda o'qilgan namoz o'tmaydi. Avzoyi esa shunday deganlar: bunday joyda namoz o'qigan kishi agar o'sha joy tortib olinganini bilmasa, namozi joizdir. Bilib qolgan vaqtida namozini takroran o'qishi shart emas. Vaqi ibn al-Jarroh esa shunday deganlar: agar aynan namoz o'qiyotgan chog'ida o'sha yerning tortib olinganini bilib qolsa, u holda namozni boshqa joyda yangitdan o'qishi lozimdir. Lekin namoz vaqti o'tganidan keyin bilib qolsa, yangitdan namoz o'qishi shart emas. Shafoiylar orasidagi bir qancha olim kishilar tortib olingan yerlarda namoz o'qishni makruh deb hisoblash bilan bir qatorda bunday bir joyda o'qilgan namoz o'tmasligini va yangitdan o'qish kerakligini aytmaydilar. Bular Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ushbu so'zlarini dalil sifatida keltiradilar. Hammomlar va qabristonlardan boshqa butun yer yuzi men uchun namoz o'qishga qulay va pokiza makon, masjid qilingan. Yana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: qabrlarga yo'nalib namoz o'qimang. Ba'zi kishilar tortib olingan yerlardan o'tishni ham o'zlariga makruh deb bilganlar. Hatto shunday deganlari ham bo'lgan: agar bir kishini ota-onasi biror yumush uchun yuborsa va u kishi tortib olingan, talon-taroj qilingan yerdan o'tishga majbur bo'lsa, u holda ota-onasining amriga itoat qilmaydi. Ba'zilar yana shunday deganlar: agar aytilayotgan yer tortib olinmasidan avval insonlar o'tadigan bir yo'l yoki namoz o'qiladigan masjid yoki do'kon, ish joyi bo'lgan bo'lsa, u holda o'sha joydan o'tishning yoki u yerda namoz o'qishning bir aybi yo'qdir. Agar tortib olingan yerga chiqib turgan bir tom yoki o'sha yo'lning ustidan o'tgan birorta arka mavjud bo'lsa, u joydan foydalanishning aybi yo'q. Ko'pchilik olimlarning fikri shundaydir. Darhaqiqat olimlar
bu turdagi tomlar va arkalarning ostidan o'tishda ayb yo'q deyishgan. Muhammad ibn Sirin shunday deganlar: faqiru fuqaroning soyaboni shoh shabbadan qurilgan chodirlardir. Mana shunday qilib, Alloh yo'liga kirishni maqsad qilganlar uchun taomlarni, ichimliklarni va kiyimlarni haromdan poklab, soflashtirgan holda bu yo'lga kirish qanaqa bo'lishini tushuntirdik. Hamd olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga xosdir. Salot va salom esa oxir zamon payg'ambari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va u zotning oilalarigadir.